Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana FIFA O'zbekiston kanali bo'ladi. Aziz obunachilar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bugun sizlar bilan yangi savita keldi. O'sha savitani o'rganib, yangidan yangi videolarni ko'rib chiqamiz. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana FIFA O'zbekiston kanali bo'ladi. Aziz obunachilar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bugun sizlar bilan yangi savita keldi. O'sha savitani o'rganib, yangidan yangi videolarni ko'rib chiqamiz. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana FIFA O'zbekiston kanali bo'ladi. Aziz obunachilar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bugun sizlar bilan yangi savita keldi. O'sha savitani o'rganib, yangidan yangi videolarni ko'rib chiqamiz. Har doimgidek videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana birinchi pakimiz 97lik Reusni qarshi oldik. Millisi pakidan. Xo'p, endi 3000 ochamiz. Avvalambor 3000 avvallari 107 bo'lardi. Endi esa 102 bo'lib Obunachilar, mana Oppa degan joyi birinchi pakda emas, afsuski ikkinchi pakda. O'zi buni birinchi pakda ham bo'ladi, lekin nima qilsa shu nima zo'r bo'lgandan lopadicha bo'ladi. Bu savitya menga yoqqani uchun 2500 dan ham ochaman. Yoki bitta ochaman. Kanal ketdi. Hop. Endi animatsiya yaxshi futbolchini yana ushlab beradi. Sizda Manchester United biz mana bu yerda ochamiz. Bu yerda nechta bo'lgan ekan? 7 shunga ochamiz. Xo'p. Mana birinchisi bu. Yaxshiroq ko'rishsa zo'r bo'ladi. 98 yilda o'tishda 15 million. Qolmadi, endi esa o'sha ligaga kiramiz va yangi quest rewardslarni mana bu yerda +7 bor, o'shani olamiz. Yaxshiroq futbolchilar tutsa bo'lmaydi. Qani qaysi Fransiya bu baklarga endi esa mana shu yerga kirib o'sha bu yerda bizga freega çok bering pulimiz bergan ekan, biz shuni olamiz. O'zi borku, aziz obunachilar, videoga like bosib, obuna qo'yib, mana shu yerda Real Madridni judayam to'g'ri. Shuni Barsa chiqib Barselona. Bu futbolchilar judayam zo'r futbolchilar, afsonaviy. Bu haftada afsonaviy futbolchilar kelibdi. Barnes, Perez degan futbolchilar kelibdi. O'shalarni ochamiz. Budjetchilik tushishi burada 60%, pochti 1% yetmayapti. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa mana 3000 jetonlik pakimizni ocha boshladik. Xo'p, 107lik tushishini xohlaymiz. Qani kim tushar ekan? Savitya animatsiya juda ham zo'rmi?
Xo'p, aziz obunachilar, endi biz endi bu bizga tushgan icon, ya'ni PRSni biz mana bu yerga berib yuboramiz. Keyinchalik bu 80 ni berar ekan. Biz keyinchalik esa o'zimizga kerakli mana PRS yomon zo'rda bitta ochganda tushdi. Aslida buni hammaga berarmikin, balkim yana bilmadim. Menga baribir. Xo'p, endi biz bu yerga bu yerdan kimni olamiz? Biz keyingi haftani yoki boshqa haftani kutib o'tirmay Barnesni olamiz. 500 ga hozir 180 bo'ldi. Pasti yana 420 ta kerak. Xo'p, 420 dan keyin biz Barnesni olamiz. O'zi bizning tarkibimizda o'sha endi esa o'sha biz ochadigan narsa bu. Mana bu yer, ya'ni La Ligada 3000 jetonga ochamiz. Yana bu yerdan ham icon yoki Pedriga o'xshagan futbolchilar tushsa juda ham zo'r bo'lardi. Biz mana shunaqa qilib yangi savitadan yangi futbolchini ushlab oldik. Qani birinchi bosdik. Xo'p, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. 55 ta bo'lishimiz uchun ozgincha kerak, ya'ni 5 ta obunachi kerak. Xo'p, ochamiz. Didish. O'zi bu yerda bo'ladigan futbolchi bor lekin agar fikr bizga bermaydi. Endi biz yana 3000 ga ochamiz. Boya ochganimizda workoutsiz hech kim tushmagan edi. Iltimos buzish maksimal yoki 100 qani yoki Bruce Billy Kante Totti. Workout ham bo'lmaydi desam. Brandni tutadigan aylanib kelib. Mayli, hech nima qilmaydi. Menga baribir. Aziz obunachilar, bir narsani aytish esimdan chiqdi. O'sha Barnes degan futbolchi, yo'q, Barnes deyapman. O'sha biz ushlab olgan Pires degan futbolchi 2 milliard 140 million ekan. Eshityapsizlarmi? Birinchi ushlaganda tushdi u, birinchi ushlaganda. Mana shuni chiqarganlari zo'r bo'ldi. 60 dan 85 gacha 30 ta odam beradi treningimiz uchun. Olganimizdan xo'p, endi esa bu yerda 15 milliondan 30 millionni biz hozir ishlab olmoqdamiz. Pulimiz ham 1 million bo'lyapti. 1 milliard bo'lgandan so'ng Real Madridning tarkibini tuzaylikmi yoki Manchester Cityning tarkibini tuzaylikmi? Sizlar shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eng ko'piga har kuni bittadan beradigani bugun 20 tani olasan debdi. Bundan imkoniyatdan foydalanib qolishga 30 60 hozir 90 bo'ldi. Mana bu bilan xo'p palonkas bo'lib ketdi-da hozir. 10 ta olsak shuni o'zi yetib qolar menimcha. Yoki barchasini ochamiz. Mayli. Puldan muammo yo'q bizda. Barchasini ochamiz. Pulimiz 1 milliondan ketadi. Hech nima qilmaydi. Obunachilar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, 55 ta bo'lishimizga ozgina qolyapti. Xudo xolasa, keyingi roliklarda yoki keyingi roliklardami hozir agar pulimiz qolsa, o'sha 99+7 ixchangizdan ochishimiz mumkin. Yoki endi pulimiz qolmay, agar 800 milliondan tushsa tamom, 800 millionga borsa tamom, ochmaymiz. Chunki
borku u yerda aziz obunachilar o'zi hozir bu rolikda borku o'sha nima kerak endi hozir uni marketdan odamlarni hammasi barcha obunachilarimiz bizga obuna bo'lmaganlar barcha bizga qachon kelishi umuman noma'lumlik narsada. Mana hozir ko'rishingiz ham mumkin. Xo'p, endi bizni odamlarimiz nechta bo'ldi? 680 mingtaga yaqinlabdi-yu. Mana bularni treningga bersak bilasizmi, obunachilar? Biz qanchalik boy bo'lib ketamiz. Shotlar, udarlar, defending, dribbling, voy, men kuchliman, men boyman. Endi bularni bir ikkisini sotamiz. Xo'p, aziz obunachilar, endi esa videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Shu yerda videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Bugungi rolikda ko'rdinglar kim ushlab olganimni. O'sha aytganimdek, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, mana boyagi roliklarda tushgan Sanchez, Ruben Dias aytayapman, Rudiger, pastda ikkita striker, ikkitasi bo'libdi. Ikkita striker tarkibimni yevoryapti. Aziz obunachilar, bir gap aytay, Neymar bor-ku, o'sha burujlik men unga 4 o'yin bo'lib qo'yman. Agar biz 106 olsak, uni 111lik, 112lik qilib, o'sha maksimal futbolchi, ya'ni 110lik bo'lishimiz uchun u juda ham kerak ekan. Mana buni ham berdik. Mana endi esa buni defending emas yoki detalisini tekshiradigan bo'lsak, rimi politsiyasi ham bo'ladi. 156 deychi, bu juda ham zo'r. Xo'p, 136 shot, 162 dribbling, 94 pozitsiya, lekin qaytarish o'zi himoyachi bo'ladi, normalniy. Xo'p, endi bunga ham treyning beramiz. O'zi bu 30gacha boradi. 25 gacha boradigan. Hech nima qilmay berib olamiz. Xo'p, endi buni 111lik qilamiz. Necha foiz bilan deb o'ylaysiz? 10% bilan qildik. Lekin o'sha yerda videoga olayotganimda video uzilib qolibdi. Shuning uchun sizlardan uzr so'rayman. Uzr. Endi shunaqa bo'lib qoldi. Barcha odamni 25 qilib oldik. Biz bu vaziyatdan foydalanib barchaga xayr, aziz obunachilar, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, endi fintlar qiroli Neymardan xayrlashamiz. Xudo xolasa keyingi roliklarda videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan FIFA O'zbekiston kanali bo'ldi.